darsimizda tarbiya metodi o'yinini o'ynaymiz. Hozir tarbiya doskada, yozuv taxtasida daraxtimiz ilingan. Bu yerda harflarni olamizda. Shu harflardan bo'sh harf bilan keladigan tarbiyaga oid so'zlarni yo'qotib chiqamiz. Tayyormisiz? Ketdik. Asila. Tez-tez chaqqon. Shoh. Shohnur. Balandroq. Mehr, unisichi? G'urur. Vijdon. Haqlik. Barakalla. Aha. Nima ekan? Adolat. Barakalla. Ozodbek. Tez-tez o'qi. Nima ekan o'zi? Qaysi harflarni oldik? Rostgo'ylik. O'rnak va rostgo'ylik. Barakalla. Mana tarbiya fanidan tarbiya darsimizdagi tarbiya daraxtimizga nima? Tarbiya metodi o'yini o'ynadik va bu nima qilindi? G'urur, vijdon, poklik, rostgo'ylik, o'rnak, mehr, adolat, totuvlik so'zlari nima bo'ldi? Hosil bo'ldi. Barakalla.